Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolisa ishdan ko'pincha do'rvanzamizni mana manzillariga olib kelib o'rnatdik. O'ta o'zgacha bo'lib chiqdi. Yondollari 170 tenkadan 10 ga 10 bo'ldi. Nalchkali qilib berganmiz 30 sentdan chekkalarini. O'ta o'zgacha bo'ldi. Ichlari 6 ga 4. Listimiz doimgidek 1.2 plyusovoyda bo'ldi. Nijdavenkalarni qora nijdavenkalardan foydalangan holatda xudo xolisa taglari bezulashvelar bo'ldi. Kosonsoyga olib kelib o'rnatdik. Bugun 12 noyabr. Naveslarni ham o'ta o'zgacha qilib qilingan. Doriza ham o'ta o'zgacha bo'lib chiqdi. Ish qilish bizdan, kuzatib borish sizdan. Xudo xolasa bemalol tagida nomerlarimiz bor. Aloqa chiqib ko'rasizlar. WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube, TikTok barchasida bormiz. Aka sizga doroza yoqdimi? Xolasa kelib o'rnashlari yaxshi vaqt soatda. Ko'nglingizda endi chiqdi. Buyurib nasib qilsa, hamisha yaxshi kunlarga ochilib yopilaversin. Kerakmi aka? Rahmat. Kamchiligi yo'qmi? Yo'q, xudo xolasa zo'r. Eniga 5.55, bo'yi 3.30 bo'ldi, xudo xolasa.